11:26 bo'yicha juda ko'pchilik aloqaga chiqyapti. Albatta hozir oldinga qaraganda uchratlar oz. Hali soat bilan 8 bo'lgani yo'q. Biz 77 migratsion sentridamiz. Xudo xolasa 11:26 bo'yicha ham shoshilib dokumentlar to'g'rilab tayyorlab olsanglar bo'ladi. Oldinga qaraganda uchrat oz, lekin srov yaqinlashgan sari albatta uchrat ko'payadi. Shuning uchun hozirdan harakat qiladigan bo'lsanglar, inshaalloh dokumentlar olsanglar bo'ladi. Avvalambor kimda kim yangi kelgan bo'lsa, zaryadsiz qilgan bo'lsa, yoki dokumentini продление qilmoqchi bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib, dokumentlar to'g'rilatib olsanglar bo'ladi. O'zimiz har kun shu Kubinskiydamiz, migratsion sentr Fumezdamiz. Qo'ldan kelgancha poddesha qilib, harakat qilib, tezlashtirib o'tkazib, harakat qilib beramiz. Hali men aytganimizdek, hali ish boshlangani yo'q, даже 1 soat bordi, soat 8 bo'ldi. Ishga kelib yaqinlar dokumentlarni to'g'rilab, padashlarni tayyorlayapmiz. Bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib, dokumentlarni olsanglar